Hop, demek bugun siz bilan o'tadigan mavzumuz all, every, each va both, either, neither mana shularni o'tamiz. Both, either and neither. Demak, gapni birinchi nimadan boshlaydigan bo'lsak, birinchi siz bilan alldan boshlaymiz gapimizni. Sababi birinchi turgan nimamiz all bo'lyapti. Demak, all nima o'zi? Allni biz qachon ishlatamiz? Qachonki biz biror bir guruhdagi narsalar yoki kimlarning barchasini nazarda tutganimizda ishlatamiz. Ya'ni allni. Xo'p, bu nima o'zi all degan desangiz, bu all degani barchasi, hammasi degan ma'noni bildiradi. Misol uchun, example gap aytadigan bo'lsak, aytaylik, all the people in the room were silent. Ya'ni xonani ichidagi barcha odamlar nima edi? Silent edi. Silent nima edi? Jim edi degan narsani aytamiz. Ya'ni bu yerda ko'rganingizda qaysi odamlar deydigan bo'lsak, hamma odamlar degan ma'noni bildiryapti gapimiz. Misol uchun, yana all the water leaked out of the bottle deyapmiz. Ya'ni hamma nimalar, suvlar, qayerdagi suv, idishdagi suv leak out degani sizib chiqib ketdi degani. Hozir mana shuni nima qilib qo'yaylik, mute qilib qo'yaylik. Online deyapman. Ya'ni hamma nimalar suv chiqib ketdi degan narsani aytayapmiz. Ya'ni nimadan to'kilib ketdi, aytaylik, nimada teshik bakilashga bo'lgan, o'sha yerdan sekin sizib chiqib ketgan degan narsani aytayapmiz. Yoki endi all faqat boshida keladimi deyishingiz mumkin. Yo'q, all faqat boshida kelmaydi. All gapni o'rtasida ham kelishi mumkin. Misol uchun, I have invited all my friends deyishimiz mumkin to the party. Ya'ni men hamma do'stlarimni partiyaga taklif qildim. 10 ta do'stim bo'lsa, 10 ta, 20 ta bo'lsa, 20 tasini hammasini partiyaga taklif qilib aytib o'tdim. Endi bu yerda bitta narsani bilishimiz kerak. Present perfect odatda qoidasi bor. Present perfect qoidasi butun umringiz davomida qilgan ish harakatlarni ham aytiladigan narsa shu bo'ladi. Misol uchun, savol berib turgan paytda have you ever been deb aytiladi. Mana shu umringiz misol uchun 18 ga kirgan bo'lsangiz, mana shu 18 yil ichidagi narsani chiqarib beradi. Endi mana shu all da ham biz present perfect ishlatishimiz mumkin. I have been waiting all my life for this. Misol uchun aytaylik, men butun umrim davomida kutayotgandim degan bitta ma'no chiqadi bundan. Endi kimdir aytaylik, qanaqadir mashina sotib olish kutib turgandir, uy qurishda bo'lmasa nimadir yangi ustozchi olishdi, kutib turgan bo'lishi mumkin. Mana shu narsani endi to'g'ri butun umr davomida kutmagan bo'ladi, ammo ancha uzoq muddatdan beri kutib turganligi uchun all my life deb ketaveradi. Bo'lmasa birorta odam lotereya o'ynashga, pul yutishga mukkasidan ketib qolgan bo'lsa, o'sha chiqqan bo'lsa, men butun umrim davomida kutgan edim degan narsani aytishi mumkin. Tushunarlimi? Endi allni biz yana bitta shuni qoidada ishlatishimiz mumkinki, allni everything nima degani edi? Everything hamma narsa degani edi. Mana shu narsani bildirishda ham allni ishlatishimiz mumkin. Misol uchun bunda nima bo'ladi? Everything bunda nima bo'ladi? That
all. Ko'pchilik speakingda ishlatadigan narsa, hamma gapni tugatgandan keyin that's all deydi. Hammasi shu edi degan narsa bo'ladi. That's all. There is no more to pack deydi mana. Qayergadir ketyapti birorta odam. Hammasi shu, endi boshqa hech nima qolmadi. Nima qilgani, so'mkalarga solgani, yig'ishtirgani degan ma'noni bildiryapti. Demak, oldi biz odatda everything degan ma'noda ham ishlatishimiz mumkin ekan. Tushunarlimi? Xo'p, endi keyingisi. Ko'pchilik all bilan every degan narsa bor. Every ni bilamiz. Every har bittasi degani bo'ladi. Endi hammasi bir-biridan farqi deyarli yo'q, ammo ba'zi bir joylarda nima qilib qolishi mumkin, ya'ni o'zgarib kelishi mumkin. Every biz qoidasi bor o'zini. Odatda every so'zini faqatgina birlikdagi otlar oldidan ishlatishimiz mumkin. Demak, oldi biz hamma mana bu yerda friends deyapmiz. All my friends degan narsani aytyapmiz. All the water sanalmaydigan ot bilan ishlatyapmiz. Sanaladigan otlar bilan ishlatyapmiz. All demak har bir nimani ketaverar ekan, ammo every degan paytimizda bu every endi faqatgina mana shu birlikdagi otlar oldidan ishlatilishi kerak bo'lar ekan. Tushunarlimi? Oldisiz ko'plikda ham, birlikda ham ishlataversangiz, everyni faqat birlikda o'zida ishlatasiz ekan. Misol uchun example all students have to participate. Ya'ni hamma studentlar qatnashishga majbur. Aytaylik, qanaqadir tadbir bo'lyapti, nimada? Every student has to participate deymiz endi. Ya'ni har bir o'quvchi qatnashishi kerak. Hamma o'quvchi, bu ham hamma degani, ammo every odatda ko'rganingizdek, mana birlikdagi nimalar bilan ishlatilsa, all bitta ko'plikdagi nounlar bilan ishlatilyapti. Tushunarlimi? Xo'p, endi biz alldan keyin yana bitta nima yozib beraylik. Example yana ikkita. Xo'p, all the players were exhausted bo'lsa, endi every bilan tugadiganimiz shu narsani every player was exhausted degan narsani aytasiz. Ya'ni bu yerda ham ko'rganingizdek all bilan players deb turib ko'plikka olyapmiz. Every bilan bo'ladigan bo'lsa player deb turib was exhausted qilgan narsani aytyapmiz. Tushunarlimi? Xo'p, endi keyingi nima qiladigan narsamiz each bilan every ni farqi. Ya'ni each bor, har biri degani bu. Endi each bilan every ni ham farqi bor bir-biridan. Every. Xo'p. Mana uni salomliroq qilib qo'yaylik. Ko'rinib turadigan qilib. Xo'p, each bilan every. Each'ni biz odatda birlikdagi otlar bilan ishlatamiz. Ya'ni everyga o'xshab each so'zi ham odatda birlikdagi otlar bilan ishlatilinadi. Ammo
unda biz biror bir guruhdagi inson yoki narsalarni har biriga alohida murojaat qilayotgan bo'lamiz. Ya'ni every deydigan bo'lsangiz, bu hamma deydigan bo'lsa, bitta guruh nimasida sifatida qabul qilyapsiz uni. Endi each deydigan bo'lsangiz, each ham hammasi degani. Ammo har biri bitta degan ma'noni bildiradi. Misol uchun 20 ta bitta xonaga kirdingiz, 20 ta studentlar o'tiribdi. Hamma studentlarda every deb turib, yo'qolmasa all deb ishlatib turib, hamma studentlar nima bo'lishi kerak? Ya'ni kompyuter bo'lishi kerak. Bo'ldi, hammasini bitta mana idish tuziga solib qo'ydingiz. Hammasi mana shuni ichida. Endi ichda ishlatadigan bo'lsangiz, each student deydigan bo'lsangiz, hammasi uchun alohida idishlar bo'ladi. Ya'ni o'shaning ichida bitta o'zi o'tirgan bo'ladi, xolos. Tushuntirib beraldimmi? Xo'p. Misol uchun ya'ni ba'zi bir paytlarda mana shuni yozib qo'ydi, paytlarda every ham yoki each ham ma'noga tushib ketishi mumkin. Ya'ni deyarli bir-biridan farqi yo'q buni. Misol uchun example each yoki every child in the class has a notebook. Ya'ni har bir balada deyapmiz, o'sha nimadagi sinfxonasida har bir balada daftar bor. Notebook bu notebook emas. Daftar bor. Yoki every child degan bo'laveradi bitta, each degan bo'laveradi, farqi yo'q. Tushib ketaveradi ikkalasi ham ma'noga. We installed the antivirus software on each yoki every computer deyishingiz mumkin. Ya'ni biz har bir nimaga, kompyuterga yoki hamma kompyuterlarga antivirus programmasini o'rnatib chiqdik degan narsani aytyapmiz. Tushunarlimi? Xo'p. Endi ichda alohida keladigan nimalar ham bor. Ya'ni we can use each with 2 or more people or things. We can use every for 3 or more things. Xo'p. Ichda odatda biz qoidasi ketdi. Ya'ni endi bu yerda eachni odatda biz ikki yoki undan ortiq insonlar yoki narsalar bilan ishlata olamiz. Every ni bo'lsa uch yoki undan ortiq narsalar bilan ammo odatda every kattaroq guruh yoki raqamlar bilan ishlatilinadi.
Ya'ni misol uchun 2 ta 3 ta narsani aytib turgan paytingizda ichda ishlataverasiz. Ya'ni misol uchun bitta xonaga kirdingizda, o'sha xonaning ichida 3 dona odam o'tirgan bo'lsa, siz bemalol ichda ishlatishingiz mumkin. Agar u xonaning ichida 20 ta, 30 ta, 50 ta odam o'tirgan bo'lsa, unda every ni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Misol uchun example ko'rib qo'yaylik bunga. Misol uchun he was carrying a suitcase in each hand. Ya'ni u chamadon, ikkala qo'lida ham chamadon ko'tarib ketayotgan edi degan narsani aytyapmiz. Xo'p, endi nimaga every hand demaydigan bo'lsa, sababi batta 2 dona qo'li bor bo'ladi xolos. Agar 8 oyoq bo'lsa, unda keyin every ni ishlatishingiz mumkin. yoki endi nima bilan ishlatadigan bo'lsak, tushundingizmi buni? Every bilan ishlatadigan, every ni ishlatadigan bo'lsangiz, odatda boshida ishlatamiz. Every person has a mobile phone nowadays. Misol uchun hozirgi kunlarda hamma odamda telefon bor. Ya'ni biz endi kattaroq guruh bilan ishlatyapmiz. Kattaroq guruh deganda umumiy hamma insonlar 8 deyarli 8 milliard odamni 3 milliardta ishlatar, hech bo'lmasa hammasi telefon. Mana shu narsani nazarda tutyapmiz. Endi bizda each of degan narsa ham bor. Each of nima deydigan bo'lsak, bu each of degani odatda ko'plikdagi otlar bilan ishlatilishi mumkin. Ammo every of degan narsa umuman yo'q. Misol uchun each of the har biri degani bo'ladi. Hozir bunga nimalar ko'ramiz, examplelar ko'ramiz. Each of all, every, all, each of. Hop. Misol uchun example ko'radirgan bo'lsak, we had to do each of the experiments again. Ya'ni biz ikkala eksperimentni ham yana boshqatdan qilishga majbur bo'ldik deyapmiz. Hop, bu yerda gapimizda each of the experiments bo'lib ko'pligida kelyapti. Yoki yana aytishimiz mumkin. Agar siz buni every yoki each o'zi bilan qo'llamoqchi bo'lsangiz, we had to do every experiment again deysiz. Tushunarli? Agar each bilan qo'llamoqchi bo'lsangiz ham, every bilan qo'llamoqchi bo'lsangiz ham, misol uchun each mana bu yerda birlikda bo'lyapti. Bunaqa qilmadim hali mang'ir-sang'ir. Unaqa. Hop. We had to do each yoki every experiment again degan narsani aytyapmiz. O'zi each degani yoki every degani 2 yoki undan ortiq degan narsani bildiradi. Shuning uchun bitta biz nimani aytib o'tirishimiz shart emas, raqamini. Hop, endi yana ko'proq misollar ko'radigan bo'lsak, each of the classes is in a different room.
Ya'ni har bir darslar deylik, mana klass degan odatda dars degan ma'noni ham bildiradi. Har bir dars boshqa xonalarda bo'ladi degan narsani aytyapmiz. Tushunarlimi? Misol uchun rus tilida yoki ingliz tilida maktablarda ikkiga bo'linadi-yu, ana shunaqa narsani nazarda tutyapti. Yoki biz all of ni ham ishlatishimiz mumkin. All of degani barchasi degani bo'ladi. All of the classes, ya'ni bundan keyin ham nima ishlatilinadi? All of dan keyin ham ko'plik keladi ko'pincha. Are bo'ladi endi in different rooms deymiz endi. Ya'ni hamma darslar har xil xonalarda bo'ladi degan ma'noni bildiryapti. Savollar chatgacha. Yo'q-a? O'zing qoida daftariga yozgani bir dona narsa chiqyapti-da. Xo'p, demak, chatgacha tushungan bo'lsangiz, boz, either, neitherlarga o'tyapmiz. Xo'p. Bozdan boshlaymiz. Boz nima? Hammasini qilaveraylik. Boz, either, neither. Bular nima? Odatda bularda biz ikkita narsalar haqida gapirib yozib, odatda bularni biz ikkita narsa haqida gapirib turgan paytimizda ishlatamiz. Bozni ko'plikdagi otlar bilan qo'llashimiz kerak. Ya'ni mana shu qoida ekan. Boz degan jonivorimiz ko'plikdagi otlar bilan kelar ekan. Ko'plikdagi otlar bilan keladur. Misol uchun both children were born in Italy deyapmiz. Ikkala bola ham Italiyada tug'ilgan degan narsani aytyapmiz. Yoki aytishimiz mumkin. He has crashed both cars desak bo'ladi. Yoki both of the cars desak bo'ladi. Ya'ni both'ni of bilan ham ishlatishimiz mumkin. Yoki uchinchi formasi both the cars desak bo'ladi. U ikkala mashinani ham borib urdi degan narsani aytamiz. Ikkita mashina bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini ham pachag'ini chiqardi degan ma'noni bildiradi bu gapimiz. Tushunarlimi? Xo'p, demak tushunarli bo'ladigan bo'lsa, keyingi nimamizga o'tamiz. Bu yana bozda yana bitta qoidasi bor. O'shani ham bir o'ylanmoq qilib, boz gaplarda nounlarsiz o'zi ham qatnashishi mumkin. Bu bozda ikkinchi qoidasi. Xo'p, qanaqa? Mana bu yerda biz both children, both cars degan narsani aytyapmiz. Nimaga endi bu bitta o'zi kelyapti deydigan bo'lsa, unaqa holatda bo'ladi. Misol uchun aytyapmiz, if you can't decide between the two dresses daily by both
degan narsani aytyapmiz. Agar siz mana shu ikkita ko'ylak bozorga bordingizda, ikkita ko'ylak yoqib qoldi va bunisini olaymikin, bunisini olaymikin deb o'ylab o'tiribsiz. Shunaqa agar siz umuman ikkita ko'ylak orasida qaror qabul qila olmaydigan bo'lsangiz, ikkalasini ham sotib oling degan narsani aytyapmiz. Ya'ni buy boz deb turib, hop endi bu boz nimaga tegishli, nimaga bu yerda o'zida kelyapti deydigan bo'lsangiz, bozda o'zi mana bu to dressga tegishli bo'lyapti boz. Ammo gapni o'zida keladi boz dresses degan narsa aytishimiz shart emas. Nimaga aytishimiz shart emas desangiz, o'zi undan oldin mana bu yerda aytib bo'lganmiz. Ya'ni boz dresses, buy boz dresses degan narsa aytishda kerak yo'q, shunchaki odam ikkalasini ham sotib olaver degan narsani aytgandan keyin, ha demak, nima ko'ylak haqida gapiryapsiz, kartochka haqida gapiryapti deb o'ylamaysiz. Tushunarlimi? Yoki Aziz and Laziz are Uzbek. Ya'ni Aziz bilan Laziz ikkalasi ham O'zbek. And both come from Uzbekistan. Deyapmiz. Aziz bilan Laziz O'zbek deyapmiz. Ikkalasi ham degan ma'noda kelyapti. Ikkalasi ham O'zbekistondan keladi degan narsani aytyapmiz. Tushunarlimi? Savollar yo'q bo'lsa endi neitherga o'tyapmiz. Neither nima? Neitherni biz buni deb ketaveraylik. Buni biz odatda birlikdagi otlar bilan ishlatamiz. Birlikdagi otlar bilan ishlatamiz. U ham gaplarda o'zi kelishi mumkin, xuddi bozga o'xshab. Xo'p, neither nima o'zi deydigan bo'lsak, neither bu nima degan bilasizmi? Albatta. Either u yoki boz ikkisi ham, either u yoki bu, neither ikkalasi ham emas. Ikkisi ham emas degan ma'noni bildiradi. Bozdan vaqt beyli ikkisi ham degan ma'noni bildiradi boz. Ikkisi ham degan ma'noni bildirar ekan. Misol uchun example aytadigan bo'lsak, either neither ikkalasini ham. Hop. Either bu, u yoki bu degani. Bu ham odatda birlikdagi otlar bilan ishlatilinadi degan narsani aytamizda. Pastga o'tishib olaylik. Misol uchun, there are 2 hotels in this town deylik. Nima degani? Bu shaharda ikkita mehmonxona bor. Ya'ni ikkita hotel bor degan narsani aytamiz. Endi biz
aytishimiz mumkin. There are two good hotels in this town. Either place is fine deyishimiz mumkin. Ya'ni ikkala joy ham yaxshi, ya'ni unisi ham, bunisi ham degan ma'noni bildiradi. Unisi ham yaxshi, bunisi ham yaxshi degan narsani aytamiz. Yoki shunchaki either is fine deb qo'ysak ham bo'laveradi. Either place is fine ham yoki either hotel fine ham yoki either is fine desak ham umuman farqi yo'q, bitta gap bo'ladi. Yoki endi we tested two antivirus soft programs deydi, programs, ya'ni biz ikkita antivirus programmalarini tekshirdik. Neither program is any good, misol uchun. Ikkala programma ham rasvo ekan, yaxshi emas ekan degan ma'noni bildiryapti. Demak, either u yoki bu ikkalasi ham yaxshi degan ma'noni bildiradigan bo'lsa, odatda plus ma'nolarni beradigan bo'lsa, neither ikkisi ham minus degan ma'noni bildiradi. Ikkalasi ham rasvo degan holatlarda keladi. Yoki biz yana aytishimiz mumkin, neither is any good deyishimiz mumkin. Shunchaki programmani olib tashlab. Tushunarlimi? Savollar? Savollar yo'q bo'lsa yaxshi. Hop. Either yoki neither'da either yoki neither'ni odatda of bilan ham ishlatishimiz mumkin. Va bunda ko'plikdagi otlar keladi. Bu ikkinchi qoidasi. Misol uchun, neither of the films was any good. Ya'ni ikkala film ham yaxshi emasdi, rasvo edi. I didn't like either of the books I read this summer. Ya'ni men yozda o'qigan kitoblarimni yoqtirmadim degan narsani aytayapti. U kitobda ham, bu kitobda ham ikkita kitob o'qiganman o'zi, o'sha ikkalasi ham menga yoqmadi degan ma'noni bildiryapti. Xo'p, savollar. Yo'q. Hop, endi other another yoki others degan narsalar bor. Hop, bular nima o'zi deydigan bo'lsak, hammasi boshqa degan ma'noni, boshqalar, ya'ni boshqasi degan ma'noni bildiradi. Hop. Biz another va other ni biror bir otdan oldin boshqasini nazarda tutganimizni ko'rsatish uchun ishlatamiz. Misol uchun other va another'da biror bir otni nima qiladigan bo'lsangiz,
oldidan ishlatadigan bo'lsangiz, xuddi o'sha turdagi odda boshqasi, misol uchun nima qilyapsiz? Daftar olyapsiz. Daftar olib turgan paytingizda kirdingizda, "Mana daftarmi?" desa, "Yo'q, boshqasini bering" deyapsiz. O'sha unda ham daftar nazarda tutyapsiz, ammo boshqachasini, rasmi boshqachadir, varag'i ko'pdir, boshqadir. Ammo mana shu bitta narsani ko'rsatyapmiz. Biz another'ni birlikdagi otlar bilan ishlatamiz. Demak, another doimo birlikdagi ot bilan kelar ekan degan qoida chiqadi bu yerda. Xo'p, misol uchun example. Would you like another cup of tea? Ya'ni siz yana boshqa choy xohlaysizmi degan narsa aytyapmiz. Yoki yana aytishimiz mumkin. I've still got another exercise to do. Misol uchun, menda yana boshqa mashqlarim bor bajarishga degan narsani aytyapmiz. Ko'rganingizdek, anotherdan keyin cups degan narsani aytganimiz yo'q, cup deyapmiz. Buni ustida ham exercises deganimiz yo'q, exercise degan narsani aytyapmiz. Anotherdan keyin doimo birlikdagi otlar kelishi kerak ekan. Endi nimadanchi? Other bilanchi? Other bilan aytadigan bo'lsak, ko'p nimalar kelaveradi other bilan? Birlikdagi ham kelishi mumkin. Buni ham yozib qo'yaylik. Other bilan birlikdagi hamda ko'plikdagi otlar kelishi mumkin. Misol uchun, there are other jobs you could try. Misol uchun, other jobs deyapmiz. Aytda boshqa kasblarim bor, sen harakat qilib ko'rishing mumkin bo'lgan degan narsani aytyapmiz. Yoki birlikdagisiga gap tuzadigan bo'lsak, is there any other reason not to go? Ya'ni aytda yana biror bir sabab bormi bormasliging uchun degan narsani aytyapmiz. Tushunarlimi? Ya'ni other reason, other jobs deb turib ko'plikda ham, birlikda ham kelaveryapti. Endi others nima deydigan bo'lsak, others odatda gaplarda bir o'zi kelishi mumkin. Boshqalar degan ma'noni bildiradi others. Misol uchun aytishimiz mumkin. Some students have arrived. Ya'ni ba'zi bir studentlar yetib kelishdi. But where are the others? Ba'zi bir studentlar yetib keldi, qolganlari qayerda degan ma'noni bildiradi. Savollar yo'q bo'ladigan bo'lsa, bugungi darsimiz mana shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Buni qoida daftar qilib, chiroyli qilib ko'chirib, mahbas qoida daftaringizga mana shu all, each, every, both, either, neitherlarda tushuntirib berilgan varianti hisoblanadi. Savol yo'q-a? Yaxshi.